Men вообще-то osh zakaz qilgandim bor. Qani achchiq oshmi, qora oshmi, bir balo osh. Endi hozir nima endi? Balo yedik bo'ldi, короче. Oldinga qozon ko'p, короче, kam bo'ldi dedingiz. Qani men ovqatim. Balo yedinglar? Sizni mazangizni mochkichiri qochirgan bo'lsa, menikini qochirmasdi lekin. Ha, mochkichiri вообще. Davleniya ko'tarib tashirdi, hozir borib menga chiqardi keyin yurardim. Sari-sari qilib bor-ku. Men och qoldim endi shu bilan. Ko'chadan ovqat zakaz qilishim kerakmi endi? Yoki yengilga pishirilgan ovqat qalam yeyishim kerakmi? Bilmayman. Ha. Kinalash yaxshi bo'ldi. Dedingizmi? Kinalash yaxshi bo'ldi dedingizmi? Och qoldim, bo'ldi men endi ozaman hozirdan. Ovqat yemagunimgacha bilasizmi necha gram yo'qotaman? Men gram yo'qotsam bilasizmi nima bo'ladi? Ozib qolaman, keyin yana ham chiroyli bo'lib ketaman-da, keyin oshiqlarim undan ham ko'payib ketib qoladi. O'shancha pompalo bo'lib yurganim yaxshi-da. Oshig'im kamayadi. Hamilan endi. Ertaga точныйmi? Yolg'on gapirmayapsizmi? 11da chiqib ketaman. Короче, menga osh kelish kerak edi, kelmadi. Choyxonasida, короче, qora oshni ozgincha qilishgan ekan, o'shaning uchun 4 kilo baliq pishirib keyin yeyishibdi. Mochkichir olib kelmoqchi edim, mochkichir oldin kelman kelganda, mazam qochib qoldi. O'shaning uchun senga ham olib kelmadim deb aytdi menga. Это нечестно. Так что o'rtoqlar, bugun och qolamiz. No, och qolmayman. Go'sht bor, hash bor, ramyonchik bor esa-chi. No, endi bu yo'lida. Mahal magazinga chiqaman. Burada turing. Mana internetda eshitilamiymi? Ana bitta qiz ashula aytib chiqyapti-yu. Kim aytganligini bilmayman. Menimcha u anaqa bo'lsa kerak. Любительский ashulada. Tipo mana suv so'qayotganlar haqida bor-ku. Rosa o'ynayotdi, shu narsa bor-ku. Kimni so'rasa qaramay, короче, qo'yib yotishibdi. Bir issiq suvchilik qiladigan, короче, video qo'yimikin mana shag'alani olib. Ana cho'mni atmosfera qilib, bir palolarni qilib bor-ku. Endi hozir buni o'ylash kerak bor-ku, qanaqa qilish kerak, qayerda qilish kerakligini bor-ku. Magazinga chiqib shag'al olib kelish kerak. Bor edi bitta dona shag'al. Men bitta bo'lmaydi, unga kamida 2-3 ta qo'yib qo'yish kerak edi, o'tgan bor. Qaldoyu, ko'ryapti, ko'zing ko'ryapti. Tavba qildim. Shunaqa qilsamikin-a? Trendga chiqamikin mana. Keyin undan keyin